Assalomu alaykum, biz ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz 2 xona uyni oldi. Akfa profildan Zlatoy seriyadan bo'lgan. O'rtadan bitta ochiq derazalarimiz, 2 dona eshigimiz bor o'rtada. O'rta bir xona alohida qilib o'rtadan perkarovka urilgan. Hop, yana buniki 1.30, ularniki 1.23, 1.21, 1.20. Hop, 1.23 shunaqa holatda tushgan. Eng kattasi o'sha 1.30 lik holatda. Mana bu yerda ozgina ochiq yer qoldirishdi, sababi bu yerga stenka bo'lar ekan. Shuni hisobiga mana yerda devor qilib to'g'rilashar ekan. Hop, tashqaridan alkafon bilan o'ralgan, ustunlari alkafon bilan o'ralgan. Hop, ichkarilari alkafon bilan o'ralmagan, dekor bilan o'rashga moslangan ichkari ustunlar. Faqatgina tashqi mana bu ustunda bor xolos alkafonimiz. Hop, eshigimiz 2 qanotli eshik. Eshiklarning ochilishlari yaxshi. Miyahki holatda. Odisha ruchkalar qo'yilgan. Qani ichkaridagi holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonimizda ikkita ochilishimiz bor, ikkita derazalik ochilish bor. Kirganda insonni yuziga qarab turgan mana ochilishlari. Bu tomonimizda ham 3 ta derazaligimiz bor. Shunday holatda chapga ochiladi, bu narigi tomon o'ngga ochiladi. Hop, bu yerdan perkarotka bo'lar ekan. Perkarotka dekor bilan bo'ladi. Bu yerda bo'g'ib turib, o'sha ayvoncha bir xona uy bo'lib bo'linar ekan. Shuni hisobiga o'rtaga ikkita eshik qo'yilgan. Mana bunday holatda ochilib narsa qilinadi. Bu yerda devor bo'lib narsa bo'lsa. Hop, oynaklarimiz yodovoy prostoy. Yodovoy prostoy oynak. Taglarini baland qildik, atayin sal balandroq qildik. Sababi buni bo'yi 2.93. Derazaligimizni mana bu qanotlari o'ta uzayib ketmasligini hisobini olib, buni sal tepasini ko'tardik. Mana bu yerga bunday qilib turib o'sha mebelchi ustalarga aytsam, bunday qilib turib podagonni yasab to'g'rilab berishadi. Shuni hisobiga shunday holatda tagi shu 70 sm qo'yildi. 60 qo'yilardi. Hozir tashqaridan 80 bo'lib turadi-da mana bu. Tagi kattaroq, chunki buni bo'yi uzun. O'zini holatiga mos holatda chiqardik. Hop, buni chiqqan summasi 17 million so'mga qilib berdik. Bundan o'zi sal qimmatroq chiqqan. Bizga yaqin tanishimizni yaqinlari bo'lgani uchun bu xonadan shuni hisobiga sal arzonroq o'tib berganmiz. Odatdagidan ko'proq o'tib berdik, to'g'rirog'i. Odatda hammaga bir xilda o'sha 300 ming, 400 ming o'tib berilayotgan bo'lsa, bu yerga undan jicha ko'proq o'tib berdik. Shunaqa holat. Xullas olgan summamiz, kelishilgan summa 17 million so'm pul bo'ldi. Profillarimiz shu 6 lik profildan hammasi mana shunday holatda, qalin profildan. Eshigimiz 2 qanotli eshik, ikkalasi ham ochiladi, mana. Tomoni ham ochiladi. Mebel olib kirsangiz, mana bu tomoni ham ochiladi. Mana shunday sploshniy holatda ochiladi. Hop. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimiz mana shu razmerlarda, shu summada yasab egalariga topshirdik. Hop, bundan boshqa ranglari ham bor, mokrisi bor, oqi bor, boshqa ranglari ham bor. Bizda endi ko'proq eshik derazalarimizni faqat shu jigarrangdan chiqarishga to'g'ri kelyapti, chunki bizdagi odamlar ko'proq shu jigarrang qildiryapti. Ora-chorada oq qildirmasa, ora-chorada mokriy qildirmasa, asobi shundan bo'lyapti. Bundan o'ylab qolmanglarki, faqat bular jigarrang qilar ekan deb. O'sha kul rangi ham bor buni, masalan, oqish taram-taramlari bor. Boshqa ranglari ham bor. Hop, bizga murojaat qilmoqchi bo'lgan insonlar shu kanalimizga o'tib turib, nomerlarimizni ko'rishi mumkin. Ili mana bu videoni ostidagi Telegram manzil nomerlarimiz bor, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasida yasab, bitkizib, olib borib o'rnatamiz. Namangan bo'ylab albatta xizmatlar bor. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.